Bugun buyuk yaratuvchining yerdagi baytlariga mo'minlar bilan birga farishtalar ham jam bo'ldilar. Qalblar eng go'zal ibodat oyining ilk nafasidan bahramand bo'ldi. Ko'zlarda, ko'ngillarda o'tli bir chaqiriq zohir edi. Marhabo, yo shahri Ramazon, marhabo. Mehribon va rahimli Robbimiz Alloh haq subhanahu va taolodan bu yilgi boshimizga soya solib kelib turgan Ramazoni Karimni hammamiz uchun, ahli ayollarimiz uchun, yurtimiz, dunyo musulmonlari uchun barokatlik, manfaatlik, muvaffaqiyatlik qilmoqligini so'raymiz. Alloh Ramazoni Karimni muborak qilsin azizlar. Inshaalloh bugun tarovih namozini boshlaymiz. Dar haqiqat Ramazon oyi bu imtihon oyi, tarbiya oyi, saxovat oyi va ko'pgina o'zining yaxshi nomlariga loyiq Allohning oyidir. Bu oyni Parvardigor Haq taolo bandalarni chiniqtirish uchun ibodatni farz qildi. Bu oyni Alloh subhanahu va taolo bandalarini xayrli ishlarda musobaqa qildirish uchun ibodatni farz qildi. Vatandoshimiz Imom Buxoriy rahimahulloh mashhur sahobiy Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan hadis sharifda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ichida, qalbida Qur'ondan biror oyat ham yo'q odam xuddi xaroba uyga o'xshaydi deganlar. O'zida, ichida, qalbida Qur'ondan aqalli bir oyat ham yo'q. Masalan, Alhamdulillahi Robbil alaminni ham bilmaydigan odamning qalbi xaroba uyga barobar deganlar. Biz bu oyda, bu joyga hozir bo'ldikki, qalbimiz xaroba emasligini isbotlash uchun. Chunki biz Qur'onni sevamiz. Qur'on Allohning kalomi, ilohiy dastur, nur dunyo va oxiratda. Qur'on nurlari bilan nafaqat qalblarimiz munavvar bo'ladi. Qur'on nurlari bilan ruhlarimiz munavvar bo'ladi. Bizdan umidvor o'tganlarimizning ruhlari shod bo'ladi, masrur bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim. Yoru do'stlar, barakotli oyning ilk lahzalarida olamlar Parvardigoriga shukronalik izhorini shu tarzda boshladilar. Bu paytda nainki vujudlar bilan birga imom aytmish qalblar ham, ruhlar ham some bo'ldi. Jonajon vatanimizdagi har bir jome masjidning har bir qarichi uchun farishtalar ham joy talashayotgan bo'lsa, ne ajab. O buyuk yaratuvchimiz, yer va osmonlar egasi, bunga o'zing shohidsan. Biz yolg'iz o'zingni ulug'laymiz. عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Ko'ngillarimizda ezgu duolarimiz bor. Bizlarni kelasi Ramazon oylariga ham yetkaz. Bir-birimizga muhabbatli qil. Barchamiz osoyishtalikda ibodat qilayotganimiz ona yurtimizni o'zing hifz-u himoyatingda saqla, ey saqlaguvchi zot.